shuncha mana olib kelgan yangi mollarimizni joylashtirish sizlarga juda ham chiroyli bo'lgan vitrinani orqasidagi qiyinchiliklarni ko'rsataman. Tak shimli variantlar hamma narsani hali yoyib ulgurmadik. Juda ham press ko'p kelgan bugun. Hamma narsa novinka. Mana hamma ishlab yotibdi, ish jarayonlarimiz. Molimiz shunchalik ko'pligidan, vibr ko'pligidan qizlarjonlar sig'dira olmayapmiz. Xohlagan turishdagi Xitoydagi любой narsa, eng qimmat narsa deb bilganingiz bizda arzon, eng qimmatidan eng arzonigacha любой narsa 62, 64, 66, 68 gacha bemalol razmerda topsanglar bo'ladi. Rubashka, shim, mana bunaqa koftikalar, tonikalar, shimlar, kofta, yubkalar, любой turidan bor. Kelasiz, kiyib ko'rib donaga ham olsangiz bo'ladi. Vibr juda ko'p. Mana bu kofta yubkalarimiz trendda bo'lgan, jinsi kofta yubkalarimiz shu sizlar yaxshi ko'rgan. Bulardan ham razmerlar bor. Ha, aytgancha faqat o'ranganlarga sotasizlarmi degan qizlarimiz uchun, o'ranmagan qizlarimizga ham tepa pashim, hamma narsa bor. Mana ishlash jarayonimiz. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Mehnatimizni qadrlab, bitta yurakchan qisqartirib qo'ysanglar, xursand bo'laman. Manzilimiz Bek Barakadan shuni katta asosiy darvozdan kirganingizda, shuni o'ng qo'lda 673-do'konda Do'xtir Aripa sizlarni kutib qoladi. Hammalarni yaxshi ko'raman. Do'konimizga optimchilar, marhamat.